Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videoda sizlar bilan dunyo miqyosida keng tarqalib borayotgan, kun sayin rivojlanib borayotgan kasalliklar guruhi, ya'ni nevrozlar haqida gaplashamiz. Unga kiradigan vahima kasalliklari, panik atakalar, qo'rquvlar, fobiyalar va depressiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Video davomida sizga bir yangilik aytmoqchiman. Xushxabar desak ham bo'laveradi. Menimcha bu sizlarga yoqadi degan umiddaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Talabalik davrlarimizda, ya'ni bundan 15 yil oldin nevrologiya kursida bir shunaqa jumlani o'qigan edim. Agar zamon shu darajada rivojlanishda davom etadigan bo'lsa, 2100-yilga borib yer yuzida nevrozga chalinmagan birorta ham inson qolmaydi deb aytilgan edi. Endi u davrda bunga uncha e'tibor qilmaganmiz, lekin hozir mana oradan 15 yil vaqt o'tdi. 15 yillik holatni ko'radigan bo'lsak, nevroz kasalliklari 2-3 barobar ko'payib ketdi. Nevrozlarda ko'payishida asosan zamonda rivojlanish tezligi, informatsiyani juda ko'pligi, insonlarda orzu-havaslarda 2-3 barobar ko'tarilib ketganligi, ya'ni o'zini imkoniyatidan kelib chiqmasdan orzu-havas qilish, ularga intilish, ularga yetaman deb tunu kun mehnat qilish, pul yetishmovchiligi, vaqt yetishmovchiligi, oiladagi o'zaro munosabatlar, bir-biridan mehr, e'tibor kutish, ishxonadagi munosabatlar yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlardagi ideal hayotlarni ko'rish, ularga intilish, ularga havas qilish. Mana shu narsalar hammasi borib insonlarda nevroz bo'lishiga sabab bo'lyapti. Yoki bo'lmasam insonlar bir ma'lum bir kasalliklar natijasida yoki yaqin insonni yo'qotish, doimiy uzoq muddat stresslar natijasida bemorlarda miya charchashi kuzatilyapti. Aynan miya charchashi bu nevroz hisoblanadi. Fobiya degani bu o'zbekchasiga qo'rquv degan ma'noni anglatadi. Buni oddiy qo'rquvdan farqi bor. Fobiya bu qo'rquvda kasallik sifatida namoyon bo'lishi. Masalan aytaylik, bir misol bilan tushuntirib bermoqchiman. Misol uchun odam yo'lda ketyapti, yo'lidan bir katta it chiqib qoldi. Ya'ni u odamga tashlanaman deb qarab turibdi. Mana shu davrda odam organizmida 1-2 sekund davomida ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni miya buyrak usti beziga buyruq beradi, buyrak usti bezi qonga adrenalinni chiqarib beradi. Va adrenalin ko'payganligi natijasida yurak tezlashib ketadi, ya'ni 110-120 tagacha ko'tariladi. Bu organizmning himoyasi, ya'ni o'sha vaziyatdan qochish uchun yurak tezroq urish kerak. Ya'ni tezroq harakat qilish kerak. Odam organizmiga kuch berish uchun yurak tezlashadi. Qon bosimi 130-140 ga chiqadi adrenalin hisobiga. Ya'ni 140 ga chiqishi bu miyaga qonni yaxshi yetib borishi, oyoqlarga yaxshi yetib borishi, miyaga yaxshi yetib borish natijasida tezroq fikrlaydi odam. Ya'ni vaziyatdan chiqish uchun tezroq qaror qabul qiladi. Keyingisi qonda shakar miqdori, ya'ni glyukoza miqdori ozgina ko'tariladi. Bunga sabab odam tezroq fikrlash kerak. Glyukoza asosiy sog'lom odam uchun energiya manbai hisoblanadi. Ya'ni oyoqlarga, qo'lga kuch beradi, miyaga ozuqa beradi. Tezroq o'sha xavfdan chiqish uchun, harakat qilishingiz uchun organizm sizni tayyor holatga keltirib qo'yadi. Bu 1-2 sekund davomida bo'ladigan organizmdagi normal jarayonlar. Bu qo'rquv vaqtida bo'ladigan jarayonlar. Endi keyingisi bu fobiya. Masalan, siz fobiya qanday? Uyga borib yotdingiz, 2 kundan keyin yotibsiz uyda. Masalan, shomdan keyin bekorchi bo'lib qoldingiz, uyda yotibsiz. Siz haligi it haqida o'yladingiz. Lekin it yo'q. It o'zini uyda yotibdi. Siz it haqida o'ylayapsiz-da, qo'rqishga tushyapsiz. Ya'ni miya signalni berib yuboradi organizmga. Ya'ni buyrak usti beziga adrenalinni chiqar degan buyruqni berib yuboradi. Natijada sizni ichingizda adrenalin ko'payib ketadi. Natijada xuddi o'sha qo'rqib turgan vaqtingizda qanaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha vaziyatga tushasiz. Ya'ni yuragingiz tezlashib ketadi, tomog'ingizga tiqiladi, rangingiz oqarib ketadi yoki bo'lmasam oyoq qo'lingiz uyushib ketadi. Qon bosimini darrov o'lchatsangiz 140 ga chiqqan bo'ladi. Tezda siz xavotirga tushasizda, birorta odamni chaqirasiz, davleniya o'lchatasiz, valerianka ichasiz yoki bo'lmasam skoriy chaqirasiz yoki birorta tibbiyot muassasasiga borib o'zingizni tekshirtirishingizga to'g'ri keladi. Bu aynan fobiya, ya'ni yo'q narsadan qo'rqish, bu fobiya deyiladi. Shunga qarab, nimadan qo'rqishingizga qarab turib fobiyani 500 dan oshiq turi bor. Hozir shular haqida, eng keng tarqalgan fobiyalar haqida qisqacha gapirib bermoqchiman. Birinchisi, agorafobiya, ya'ni eng keng tarqalgan turi bu agorafobiya. Bemor odam, ya'ni atrofda ochiq joylardan qo'rqadi. Masalan, taziyaga borganda yiqilib ketishdan qo'rqadi yoki bozorga borganda hushdan ketib qolishdan, gandiraklab ketishdan qo'rqadi yoki bo'lmasam masalan ko'pchilikning ichiga kirganda, ko'pchilik yuradigan transport vositalariga chiqqanda yiqilib ketib qolamanmikin, gandiraklab ketib qolamanmi, yo hushimni yo'qotib qo'yamanmi deb doimiy xavotirda yuradi. Bu narsani boshlanishi qachondir bir marta shu holatga tushgan bo'ladi bemor. Ya'ni bozorga borganda qachondir yuragi o'ynab ketgan bo'ladi. O'sha vaziyatdan qo'rqib ketgan bo'ladi. Keyin u uyga boradida shu vaziyatni qayta o'ylash natijasida keyingi safar bozorga bormasdan ham boshlanib bo'ladi bu narsa. Odam asta-sekin o'zini izolyatsiya qilishni boshlaydi. Uydan chiqmaslikka, ko'pchilik ichiga bormaslikka harakat qiladi yoki uzoq joylarga, masalan, Rossiyaga ishlagan bora olmay qoladi, uyda yolg'iz yota olmay qoladi.
mana shu asta-sekin qo'rquv kuchayib boradi. Bu eng keng tarqalgan turlaridan biri. Keyingisi nozofobiya, ya'ni kasalliklardan qo'rqish. Bu keng tarqalgan. Nozofobiya qaysi kasalliklardan qo'rqishiga qarab turib ham guruhlarga bo'linadi. Masalan, kardiofobiya, aynan yurak kasalliklaridan qo'rqish. Buni kelib chiqishida, misol uchun, oila a'zolarida kimdadir yurak kasalligidan biri vafot etgan bo'lishi mumkin yoki yaqinlaridan kimdir vafot etgan bo'lishi mumkin. Aynan farzandlarda qaysidir biriga shu fobiya o'tib qolishi mumkin. Misol uchun, doimiy ravishda shu kasallik belgilari o'zida kuzatiladi. Natijada u tez-tez doktorga murojaat qilib, shu kasallikdan doimiy qo'rqib yurishadi yoki bo'lmasam kanserofobiya, aynan onkologik xastaliklardan qo'rqish. Kimdadir rak kasalini ko'rgan bo'lsa, u doimiy o'zini tekshirtirib yuradi. Shu onkologik kasallik belgilarini yodlab olishadi bular. Yoki bo'lmasam gemofobiya, qondan qo'rqish. Misol uchun, ko'proq tish doktoriga borganda bemor hushdan ketib qoladi. Ya'ni o'zi tupurgandagi qonni ko'rib qo'rqib ketadi va yuragi o'ynab ko'pincha hushdan ketib qolish holatlari kuzatiladi. Yoki bo'lmasam sotsiyofobiya deymiz, ko'pchilikning ichida nutq so'zlashdan qo'rqadi. Misol uchun, tribunaga chiqib yig'ilishlarda gapirishdan yoki to'y marosimlarda so'zga chiqishdan qo'rqadi. Agar shunaqa vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, bemorda oyoq qo'li uyushib, tomog'iga tiqilib, ter bosib, miyasi qizib ketish holatlari kuzatiladi. Yoki bo'lmasam klaustrofobiya, yopiq binolardan qo'rqadi. Misol uchun, liftga chiqqanda o'zini noqulay his qiladi. Liftga deyarli chiqmaydi. Agar 10 etajli dom bo'lsa ham, asosan zinadan chiqishga to'g'ri keladi. Mana shu bemorlar misol uchun MRTga tushib keling deyilsa, misol uchun boradida MRTga tushib, ichiga kiradida tezda o'zini yomon his qilib MRTga tusha olmasdan qaytib chiqadi. Chunki MRTni kabinasi juda tor bo'ladi. Uni ichida yotgan bemor klaustrofobiya bo'lsa, hech qachon u joyga kirib MRTga tusha olmaydi. Mana shu kasalliklar bunaqa ro'yxatni juda uzoq davom ettirish mumkin. Nimadan qo'rqishiga qarab turib juda ham turlari ko'p. Masalan, farmakofobiya degan turi ham ko'p uchraydi. Hozir aynan dori vositalaridan qo'rqishadi. Misol uchun, qachondir kapelnitsa olgan vaqtida u o'zi nevrozga chalinib yurgan bo'ladi bemor. Qachondir kapelnitsa olganda ukol ketadiganda o'zini noqulay his qiladi. Ya'ni tomog'iga tiqilib, eti jimirlab, tez-tez nafas olib, o'zimda yomon his qilyapman deydi. Natijada o'sha oladigan kapelnitsadan qo'rqib qoladi u. Keyingi safar kapelnitsani umuman olmaslikka harakat qiladi. Yoki bo'lmasam tabletkalar. Hech qanaqa tabletka ichmaydi. Qaysidir tabletkani ichganda unga ozgina yomon ta'sir qilgan bo'ladi, umuman ichmaydi. Agar ichish kerak bo'lsa ham, hamma instruksiyalarini, yo'riqnomalarni o'qib chiqadi, 10 ta doktordan so'raydida, oxiri keyin hammasi bitta fikrda aytgandan keyin bu senga to'g'ri keladi degandan keyin ham ba'zilari shundayki, boshqa odamga berib ko'radi tabletkani. Agar o'sha odamga hech narsa qilmasa, keyin o'zi ichadi. Shunaqangi holatga yetib borgan vahima kasalliklar ham uchraydi. Masalan, nozofobiyalar, ya'ni kasallikdan qo'rqadigan bemorlar doim doktorlar bilan yaqin munosabatda bo'ladi. Ularda mashinasining raqamini ham biladi, chunki ko'chada ko'rib qolganda, doktor ketyapti deydi-da, xotirjam bo'ladi. Yoki telefon raqamini oladi, kunda-kunora bir marta doktorga telefon qilib qo'yadi yoki bo'lmasam bir marta qabulxonaga, tibbiyot muassasasiga borib o'zini tekshirtirib keladi. Ilojini boricha tibbiyot muassasalariga yaqinroq joylarda yuradi bular. O'sha joylarda xotirjamroq yuradi. Hamma doktorlarning ismi, familiyasini, ishlash joyi, telefon raqami, mashinasining raqami hammasini yoddan biladi. Undan tashqari bular hamma kasallik haqida ham to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Misol uchun, YouTube'da doimiy hamma doktorlarning videolarini ko'rib, qaysi kasallikdan qo'rqsa, o'sha kasallikni qayta-qayta ko'raveradi. Va bitta belgini sezib qolsa, o'zida darrov borib o'shani tekshirtirishga harakat qiladi. Bular aynan nozofobiyaning belgilari. Masalan, bemorga qo'shnisi chiqib turib, o'sha vahima kasalligiga qo'shnisi juda rangingiz og'arib ketibdi-ya desa, bo'ldi. U o'sha kuni albatta shifokorga borishga majbur bo'ladi. Borib bitta o'zini tekshirtirib ko'rib, hammasi joyidaligini bilgandan keyin xotirjam bo'ladi. Bu kasalliklar juda ham keng tarqalgan. Ular birovga o'zini dardini aytgani uyaladi, xijolat bo'ladi, doim ichiga yutadi, siqiladi, ko'p o'ylanib yuradigan, yana ham nevrozni kuchaytiradigan holatlarga sabab bo'ladi. Endi masalan, bu kasallik bundan 1000 yil oldin Ibn Sino bobomiz davrida ham bo'lgan ekan. Ya'ni Ibn Sino bobomiz bu kasalni vasvasa deb nomlagan. Bunga shunday ta'rif beradiki, vasvasa inson aqlidan fikrlarini ustun kelishi. Ya'ni uni o'y-hayollari uni aqlidan ko'ra ustun keladi. Ya'ni aqli bilan fikrlarini nazorat qila olmay qoladi. Aynan o'zini fikrlariga ishonadi va o'sha fikrlarini orqasidan yugurishga to'g'ri keladi. Ibn Sino aytayaptiki, bu kasallikni davolashda birinchi o'rinda so'z, ya'ni hozirgi kundagi psixoterapiya, ikkinchi o'rinda tinchlantiruvchi giyohlar deyapti. Ya'ni masalan, ular valeriyankani albatta 2-3 mahal valeriyanka ichishadi. Aynan valeriyanka shu tinchlantiruvchi giyoh hisoblanadi.
Aynan Ibn Sino ham o'z davrida shu usul bilan davolagan ekan. Misol uchun nevrozlarda shu darajada klinik belgilar ko'pki, uni bitta videoda tushuntirishni o'zi imkonsiz. Bitta nevroz uchun masalan bir nechta kitoblar yozilgan. Mana menda bittasi bor. Talabalik davrida o'qiganmiz. Oddiy bir dona shu nevroz kasalligi uchun butun boshli kitob yozilgan. Bu kitobda to'liq davolash usullari haqida ma'lumotlar berilgan. Uni keyingi videolarda asta-sekin har bitta vahimani nimadan qo'rqishiga qarab turib, o'zini davo choralari bo'ladi. Ya'ni individual yondashiladi. Nimadan qo'rqishiga qarab turib, uni ham psixoterapiya, ham tushuntirish ishlari va juda bo'lmaganda keyin tabletkalarga o'tsa bo'ladi. Endi videoni boshida aytganimdek, xushxabarda aytib qo'ymoqchiman. Bundan 15 yil avval o'qib yurgan vaqtlarimizda 40 yillik tajribaga ega bo'lgan ustozimiz aytgan edi. Vahima kasalliklari, aynan fobiyalar boshqa kasalliklarga qaraganda uzoq umr ko'radi degan edi. Biz nimaga deb so'raganimizda, bu kasalliklar doim xavotirda yurganligi uchun o'zini erta tekshirtiriladi, erta tashxis qo'yiladi va erta davolanadi. Har qanday kasalliklar bularda o'tib ketib qolmaydi. Har qanday kasallikni erta tashxis qo'yilsa, davolab yuborsa bo'ladi. Bu vahima kasalliklarda aynan shu holat kuzatiladi. Ya'ni butun organizmni tekshirtirib, har qanday kasallikni oldini olib yuradi bular. Va ular qo'rqqanligi uchun ham doktorda aytganini albatta bajaradi. Shuning uchun bularning umri uzoq bo'ladi deb aytgan edi. Endi haqiqatda ko'radigan bo'lsak, masalan 10 yil oldin ko'rgan bemorlarim 10 yil oldin ertaga o'laman deb yurgan bemorlar haligacha soppa-sog'. Hech qanday bir yo o'lib qolgani yo'q, yo bir joyi kasal bo'lib qolgani yo'q. Aynan o'sha o'zi qo'rqib yurgan kasalga hali ham chalingani yo'q. Masalan, yuragim infarkt bo'lib qolmaydimi degan kasallar 10 yil oldin aytgan bo'lsa, hali ham o'sha fikrda, lekin haligacha infarkt bo'lgani yo'q. Bu kasalliklar doim ijobiy holat hisoblanadi. Hech qachon bu kasallik bilan odam o'lib qolmaydi yoki bo'lmasa gandiraklar ko'pchilikda yiqilib tushmaydi yoki aqldan ozib qolmaydi. Bir yomon asoratlarga olib kelmaydi bu kasalliklar. Hammasini to'liq davolasa bo'ladi. Faqat aynan nimadan qo'rqishiga qarab turib individual yondashilsa bo'ldi. Endi davolash va boshqa masalalar haqida keyingi videolarda yana gaplashamiz. Agar savolingiz bo'lsa, izohlarga yozib qoldiring. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo bo'ling.